Asab tizimini, turmin hujayrasini 1 soat ichida yangilovchi mo'jiza retsept. Tabiiy olma sirkasi xina bilan aralashtirib, bosh va oyoqqa surilganda asab tizimidagi turmin hujayrani funksional tezligini oshirib, juda tez yangilab beradi. Tanada yig'ilgan toksinlarni teri teshiklari orqali chiqarib tashlash xususiyatiga ega. Barmoqlar orasiga surilganda oyoqdagi griboklarni oldini oladi. Qo'l va oyoqqa surilganda oyoq muzlashi va qo'l muzlashini davolaydi. Bu aralashma shunchalik mo'jizakorki, aralashmani surib 1 soat kutilganda tanadagi shishlikni ketkazadi, ya'ni atoklarni ketkazadi. Qon aylanishini yaxshilab, oyoqdagi og'riqlarni, bo'g'im og'riqlarini ketkazadi. Bu aralashma haftada 1 marta qilish tavsiya qilinadi. Qanday tayyorlanadi? 4 osh qoshiq xinaga 4 osh qoshiq olma sirkasi solamiz. Yaxshilab aralashtirib, 1 osh qoshiq suv qo'shamiz. Krem qavomiga kelgunga qadar yaxshilab aralashtiramiz. Surilgandan so'ng 1 soat quriganga qadar turishi lozim. Avval issiq suvda, so'ngra iliq suvda yuvamiz. Xinaning yana qaysi foydalarini bilasiz? Buni kommentariyaga yozib keting. Sog'lom yashashni xohlasangiz, Muslima Abdunabi qiziga obuna bo'lishni esdan chiqarmang. Alloh foydali qilsin.